Men ham sochimni oldin xuddi shunaqa noto'g'ri yuvardim. Menimcha to'g'ri soch yuvishni ko'pchilik bilmaydi. Soch sinishi, gullab ketishi, mana shunaqa ahvolga kelib qolishi sochimizni aslida noto'g'ri yuvishimizdan bo'ladi. Instagramda bitta bloger qiz sochni qanaqa to'g'ri yuvishni ko'rsatganini videosini ko'rganimdan beri men ham to'g'ri yuvishni o'rgandim va sochlarimda o'zgarishlar katta. Soch yuvishdan avval uni tarab olamiz. Men Hair Strong'ni mana shu naborni ishlataman. Shampunni hidi ham zo'r. Shampunni birinchi qo'limizda ko'pirtirib olib, keyin sochimizni faqat ildiziga mana shunaqa ishqalamiz. Tagiga bo'lsa o'sha ildiziga surgan shampunimizni o'zi yetadi. Iliq suvda uni chayib tashlab, shunaqa ehtiyotkorlik bilan pastga qarab siqamiz. Hair Strong shampuni soch to'kilishini oldini oladi. Keratin effektiga ham ega. Maskasi bo'lsa sochni gullashdan, yog'lanishidan, sinishidan himoya qiladi. Maskani ozgina ushlab turib, uni ham yuvib tashlaymiz va sochimizni mana shunaqa qilib chiqib, o'ramga ajratamiz. Keyin bo'lsa bemalol balzam ishlatsak bo'ladi. Balzam ishlatib bo'lganimizdan keyin sochimizni albatta tarashimiz kerak bo'ladi. Shunda sochinglar yana ham tekis va chiroyli yaltillaydi. Balzam sochimizni hamma joy